Bilaljon burun sinfdagi oldingi 10 o'quvchining birisi, hozir oxirgi 10 o'quvchining birisi bo'lib qoldi. Mushundaqla mangsa to'liq o'tirib o'tolmaydi. Bu ishni balaning dadasiga necha qatim aytgan, lekin unum bo'lmadi. Shuningga men sizni uyga izlab keldim. Oycan, rahmatcimi bizga ko'ngil bo'lib uyga kelganingizga muallim. Bu balaning darsliklarining hammasini biz hozir tushunmagandan keyin balaning darsini tang o'tirib ishlatmaydi ekanmiz. Şunu bu balının nəticəsi çıxıb getdi. Bolsa, muşu balının nəticəsini götürdiğən bir çağrı tədbirlər bolğan bolsa, muş balının nəticəsini götürdiğənə qandaq çağrı amallar bolsa, bizə bir degen bolsunuz, qançalik bedel töləb pul xərcləsək məyilitdi? Turmuşimizda nurg'un narsalarni pul bilan hal qilib bo'lmaydi. O'zinglar balaga jiqaroq ko'ngil bo'linglar. Meningcha bo'lsa, Bilaljonga matematikadan o'qitish taklif qilib beringlar. Çünkü Bilaljonning matematik natijasi bekla nachar. Ma'qul. Biz cho'qqin matematik o'qituvchisi taklif qilib beraylik. Rahmatchimi, muallim rahmat. Qanaqangiz Barat aka? Oy, keldingizmi? Keling. To'xta. Voy bo'ldi-ku. Ya. Keling. O'zingiz yaxshi turdingiz. Yaxshi. Obdan keldingiz ukan. Voy. Cho'kli yana. Bo'ldi, rahmat. Yana, bek tatlaqmi bu? Yana. Yana? Ay, ustab qoldingiz aqcha. Bo'ldi. To'xta. Sal turib. Yo, to'xta. Voy. Yana. Rahmat. İçime bakın. Barat aka. Ben ozroq o'zim esingiz keldimmi ya? Keldiniz. Ha. İsim keldiniz. İsminiz Aypaşa. Oy. Halidem. Raziye. Qanaq? Voy. Barat aka, Raziyadamni unutmaga o'xshamamsiz? Qaysi Raziye deysiz? İsminiz Raziye emasmi? Men sizning burunqi ayolingiz Raziyadamning gapini qilyaptimi? Neymi deydik dedim. Vay ufkam, qachonqi vaqtlar bu? Unutib qolmamdi deyman buni. Shu sizning ismingizni topamay, shunda deb qo'ygan. Aras, ufkam. U mening burunqi ayolimni siz qanday taniysiz? Voy, taniyman. Tanigandimchi? Tazamdan taniyman. Ufkam. Canım singlim. Siz zade kim bo'lsiz? Bir deyitana ismingizni topolmay, yomon bir qiynalib ketyapti ufkam. Voy, jinim Barat aka, men sizning eng yaqin tuqqaningiz deyapman. Eng yaqin tuqqaningiz? Ha. Siz mening qaysi tuqqanim bo'g'iytingiz? Tak qiynalib ketdingiz, ha? Men o'zim deb beraymi? Menchi qarang. Sizning burunqi ayolingiz Raziyadamning akasining xotinining singlisi bo'lma. Esingiz keldimi? Siz menga intayin yaxshi qiz olishim. Voy, rahmat siz qilmang, Barat aka. Lekin shu bir kunlik xotinning 40 yillik mehri va deb, mush urug' tuqqandachilik munosabatni uzib etmayli deb qoldim-ku. To'g'ri o'ylabsiz kam. Siz degandek kiras urug' tuqqan tursak, shundami? Ha, shu. Mush qatimliq sizni izdishimlik sababni azroq o'zim tushungansiz? Tushunmam ufkam. Barat aka, men sizni mush o'zimning aksidek, yulanchugimda ko'ratdim. Mush sizni yo'qitib qo'yib, mush ko'nglim bekli yerim yurdim qarang. Mush bir oyning oldida sizni bir yerda ko'rib qilib, shunda qo'shib ketdim qarang. Shunday sizni izlab keldim. Madadan. Rahmat ukam. Aras ukam. Ha? Siz hozir bir yerda ishlatamsiz ya? Ma 60 oylik san'at o'makda dangliq usulchi, dangliq san'atkor bo'lib ishlab ketdingiz demoqchiman, ha? Mening hikoyamni anglangiz bo'lsa-chi, menichi ayrim tomoq taklif qiling. Anandan keyin men sizga o'tirib hikoyamni so'zlab beraman.
teklif kılmamdıgan ukam. Elbette kılımen de, elbette. Kılay. Ukam. Oy. Oldu, aşkım. Ay, oy, elan. Pek tatlık mı o? Elan. Rahmet. Elan. Sizi. Oy. Yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Kimingiz aka? Men aile o'qituvchisi Nadir. Ha. Uyda cho'nglar bormi yo'qmi? Opa, Kiran aka. Ha? Oila o'qituvchisi. Ha? Yaxshimi ada? Yaxshimisiz. Siz hali men havol qilgan oila o'qituvchisizmi? Ha, men shu. Ha, bek yaxshi. Siz qaysi maktabda o'qiysiz? Ismingiz nima? Men Shifandashida o'qiyman. Ismim Nadir. Ha, bundaqdan. Bu mening o'g'lim. Agar bu qatam siz o'g'limning darsini yaxshi takrorlab deb imtihon natijasi ko'tarilsa, sizning maoshingizni sursayim, sizga mukofot bermoqchimi? Ma'qul ada, ma'qul. Qaysi uyga kiraman? Ha, juring bu yoqda. Ha, men tanlama. Ha, endi to'g'ri bo'ldi. Ana meni ko'chira. Ha, ma'qul. Men deb turib ko'chira. Bo'ldi. 10 minutdan bilib, anadan davomlashtiramda. Qaysi o'yin o'ynayotsa? Chiji o'ynadimi? Ha. Sen mi oynamsa bu yanni? Voy, pek bezjimi bu o'yin aka. Bizning mahalladagi mendek o'ynaydigan odam yo'q. Poatmiqni afkam. Voy, rost. Sen o'ynamsa bu o'yinni? Ha, lekin o'yinga uzoq qolmadi. Ha. Oz qoldik. Oshni to'sam yolmiz. Bo'ldi. Bu yoqqa kelmasa o'xshamanda. Qarang Murat aka. Men shu san'at maktabini bitirib, uzun o'tmay bir shaxsiy o'makda usulchi bo'lib ishildim. Undan keyin ishga o'zgalarga berib o'yin qo'yib yurdim. To'y qilmadingizmi?